Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilar, qadrli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillar, sog'monmisizlar? Videoni o'tkazmasdan bir dana like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sizlarga hozir bir ajoyib ish haqida ma'lumot berib o'taman. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Qo'ldan kelganicha ishonchli ishlar chiqarishga harakat qilamiz. Ko'pchilik yozyapti, telefon ishlamayapti. Endi bu telefon ishlamasligini endi bilmasam, lekin men gaplashganda menga shu ish haqida ma'lumot tashab berganlar. Ish ishonchli bo'lganidan chiqaryapmiz do'stlar. Xullas, ishga keladigan bo'lsak, Domodedovo, город Domodedovoda do'stlar, Moskvada ish bor. Bu skladda. Sklad deganda Ozon sklad yo Valberi sklad emas. Bu yer sklad bo'lganda xo'z tovar skladi bor bu yerda. Katta sklad, xo'z tovar skladi. Kuningizga 3700 dan 3700 dan pul to'lanadi. Yotoq bor, besplatniy registratsiya qilib beradi. Turdoy dogovor qilib beradi. Udamliniyasini ham o'zlari tayyorlab beradi do'stlar. Ishni borib ko'ringlar. Kimga ma'qul bo'lsa, borib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Ishlab yurgan aka-ukalarimiz bor shu yerdan. O'zlarimiz yurtdoshlarimiz ham bor ishlayapti. Borib bemalol ishni so'rab, qanday bo'lyapti ish, qanday pul to'lanyapti, hamma ma'lumotga ega bo'lganingizdan keyin, o'zingizga ishonch hosil bo'lgandan keyin borib ishlasangiz bo'ladi ishga joylab. Faqat dokument bilan do'stlar, agar siz dokumentingiz bo'lmasa, yangi kelgan bo'lsangiz, shu yerga borib gaplashsangiz, bir hafta ishlaysiz, bez dokument, keyin qo'lingizga pul beradi. Borib dokument patentga topshirsangiz bo'ladi do'stlar. Siz avvalo borib ishni borib ko'ring, o'rganing, odamlardan so'rang qanday ish bo'lyapti. Og'ir ish emas dedi. Xo'z tovar, mayda-chuyda, masalan, lampochka skladda, основной yer, lampochka taqlaydigan, lustra, shunday svitilliklar, shunday sklad u yerda. Faqat shu elektrik narsalar bor. Og'ir narsa yo'q u yerda do'stlar. Kimga ma'qul bo'lsa, ekranda telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Xayr, sog'lom bo'ling.